11-mavzu axborot belgilari. Axborot belgilarining ko'rinishi, rangi va talablari turlicha bo'ladi. Lekin eng asosiy ularning farqli tarafi nimada? Agar aholi punktlarining nomi yashil fonda yozilgan bo'lsa, значит biz avtomagistraldamiz. Aholi punktlarining nomi oq fonda yozilgan bo'lsa, biz aholi yashash joyidamiz. Agar belgining ustiga qizil lenta tortilgan bo'lsa, значит aholi yashash joyi tugadi degani. Aholi yashash joylarining nomi ko'k rangda bo'lsa, unda biz aholi yashash joyidan tashqaridamiz. Aholi yashash joylarining nomi sariq fonda kelsa, unda bu aholi punktiga olib boradigan yo'l vaqtinchalik yopilganini bildiradi. Birinchi belgimiz avtomagistral deyiladi. Avtomagistral belgisini o'zini talabi bor. Bu yerda orqaga yurish taqiqlanadi, qayrilib olish taqiqlanadi. Yuk avtomobillariga chap qatorda yurish taqiqlanadi, o'ng qatorlarda yursa bo'ladi. Lekin moped, velosiped, samokat, piyoda, arava, traktorlarning yurishi umuman taqiqlanadi. Bundan tashqari 40 kilometrdan sekin yurish taqiqlanadi, avtomobilni boshqarishni o'rgatish taqiqlanadi va avtomagistralda to'xtash taqiqlanadi. Даже avtomagistralda yo'l yoqasida ham. Avtomagistralda ruxsat beriladi buzilgan mashinalarni istalgan usulda shatakka olishga va maxsus dam olish maydonlarida to'xtab dam olishga. Keyingi belgimiz avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l deyiladi. Bu belgi o'rnatilgan yo'ldan yurishi mumkin. Avtobus, yengil avtomobil, 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobili va mototsikl. Mana shu 4 ta haydovchi yurishi mumkin. Boshqa transport vositalarining harakati taqiqlanadi. Keyingi belgilarimiz bular stoyanka, to'xtab turish joylari. Oddiy stoyanka, pulli stoyanka, elektromobillarning stoyankasi, bu yer usti stoyankasi. Bunisi bo'lsa yer osti stoyankasi bo'ladi. Keyingi belgimiz bir tomonlama harakatli yo'l deyiladi. Bu belgida strelka to'g'riga ko'rsatgani bilan ham haydovchiga barcha yo'nalishga yurish mumkin. Даже orqaga yurishga ham ruxsat beriladi. Lekin bu belgida qayrilib olish taqiqlanadi. Keyingi belgimiz yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan tasma deyiladi. Bu tasmadan yurishi va bu tasmada turishi mumkin faqat yo'nalishli transport vositalari. Lekin agar bu tasma uzuq chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, unda oddiy haydovchilarga ikkita manevr bajarish mumkin. Odam chiqarib tushirishga ruxsat beriladi va o'ngga burilishga ruxsat beriladi agar uzuq chizuv bilan ajratilgan bo'lsa. Agar sidirg'i chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, unda mana shu ikkita narsa ham oddiy haydovchilarga taqiqlanadi. Keyingi belgimiz yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmasi bor yo'l deyiladi. Bu belgida ham strelka to'g'riga ko'rsatgani bilan haydovchiga barcha yo'nalishga yurish mumkin. Lekin orqaga qayrilib olish taqiqlanadi va yo'nalishli transportda tasmasiga chiqib yurish taqiqlanadi. Keyingi ikkita belgimiz bir tomonlama harakatli yo'lga chiqish deyiladi. Pastdagi ikkitasi bo'lsa, yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmasi bor yo'lga chiqish deyiladi. Bu belgilarda hammasida haydovchiga barcha yo'nalishga yurishga ruxsat beriladi. Lekin strelkaga qarshi yurish taqiqlanadi. Bu yerda strelka o'ngga ko'rsatyapti, значит chapga yurish taqiqlanar ekan. Bu yoqda strelka chapga ko'rsatyapti, значит o'ngga yurish taqiqlanadi. Qolgan barcha yo'nalishga yurish mumkin. To'g'riga, razvorot. Bu belgi bilan bu belgilarning talabi bir xil. Bularda ham xuddi shunaqa strelkaga qarshi yurish taqiqlanadi, lekin yo'nalishli transport vositasiga mumkin. Shunisi bilan farq qiladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa o'ngga yurish taqiqlanadi ikkala belgida ham, lekin bu yerda bu belgida o'ngga yo'nalishli transport vositasiga mumkin. Keyingi belgilarimiz tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi deyiladi. Bu belgilar nechta tasma borligi va qayerga yurish mumkinligini ko'rsatadi. Bu belgilarda strelka ko'rsatgan tarafga yurish shart. Boshqa tarafga yurish taqiqlanadi. Chapga yurishga ruxsat beradigan belgi chap tasmadan qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Lekin boshqa tasmalardan qayrilib olish o'zi mumkin emas.
Keyingi ikkita belgimizda qayrilib olish joyi, qayrilib olish oralig'i deyiladi. Bu belgilarda ham haydovchilarga barcha yo'nalishda yurish mumkin. Faqat chapga burilish taqiqlanadi. Agar bir vaqtda o'zida bir nechta mashina qayrilib olmoqchi bo'lsa, bularning o'rtasida o'ng qo'l qoida bo'ladi. Shuning uchun qizil birinchi o'tish kerak bo'ladi. Keyingi 3ta belgimiz yuk avtomobillari uchun tavsiya etilgan harakat yo'nalishi deyiladi. Bu belgilarning hech qanday talabi yo'q. Endi mana bu vaziyatni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana ko'rsatilyapti. To'g'riga yuk mashinasiga yurish mumkin emas. Значит, yuk mashinasi bu belgini umuman e'tiborga olishi kerak yo'q. Qolgan barcha yo'nalishga yursa bo'ladi. Ya'ni bu belgi faqat tavsiya qiladi, hech qanaqa talab bunda yo'q hisoblanadi. Keyingi belgimiz avtobus yoki trolleybuslarning bekatini bildiradi. Har doim aholi yashash joylarida avtobus, trolleybuslar bekatdan chiqayotganda haydovchilar ularga yo'l berish kerak, chunki avtobus, trolleybus imtiyozga ega bo'ladi. Lekin avtobus, trolleybuslar stoyankadan, ya'ni garajdan harakatlanadigan bo'lsa, garaji stoyankasidan chiqadigan bo'lsa, undan naborot ular yo'l berish kerak bo'ladi, haydovchilar ustunlikka ega bo'ladi. Bundan tashqari avtobus, trolleybuslar faqat bekatda odam chiqarib tushirishi mumkin, boshqa joylarda odam chiqarib tushirishi taqiqlanadi. Keyingi ikkala belgimizda ham yo'l raqami deyiladi. Faqat nimaga bunisi ko'k rang, bunisi yashil rang? Bu ko'k rang chunki aholi yashash joyidan tashqaridagi yo'l raqamini bildiryapti. Bu yashil rang chunki avtomagistraldagi yo'l raqamini bildiryapti. Keyingi belgilarimiz harakatlanish uchun vaqtinchalik yopib qo'yilgan yo'l qismini chetlab o'tish chizmasi deyiladi. Ya'ni biz yurmoqchi bo'lgan ko'cha yopiq bo'lsa, bu belgi boshqa qatnov qismidan aylanib o'tish kerakligini bildiradi. Ya'ni bu ko'cha yopiq bo'lsa, значит biz boshqa ko'chadan aylanib o'tishimiz mumkin ekan. Qaysi ko'chadan bu yopiq joy aylanib o'tishi belgi ko'rsatadi. Keyingi belgimiz turar joy dahasi deyiladi. Turar joy dahalarida piyoda trotuarda ham, qatnov qismida ham yuraversa bo'ladi. Turar joy dahalarida avtomobilni boshqarish o'rgatish taqiqlanadi. Keyingi belgimiz turar joy dahasidan chiqish. Esinglardan chiqmasin. Stoyanka, zapravka, hovlidan chiqayotganda haydovchi hammaga yo'l berish kerak. Piyodaga ham, velosipedga ham, mashinalarga ham. Keyingi belgimiz oxiri berk yo'l deyiladi. Ya'ni tupik. Yo'lning oxiri o'sha tupikka taqalyapti. Lekin haydovchi o'z xohishiga ko'ra tupikka kiraversa bo'ladi. Keyingi belgimiz falokatli holatlar uchun kirish yo'li deyiladi. Mana bu joylar asosan tog'li yo'llarda, perevallarda qilinadi. Mashinani agar pastga tushayotganda tormoz ishlamay qolsa, mana shu yo'liga kirib mashinasini to'xtatib olishi mumkin bo'ladi. Keyingi belgimiz reversiv harakatlanish deyiladi. Bu belgi bizda mana bunaqa reversiv tasma borligi to'g'risida axborot beradi. Bu tasmaga qayta tizilish mumkin, faqatgina reversiv svetofor yashil yongan bo'lsa. Reversiv svetofor bo'lmasa, o'chuv bo'lsa yoki qizil yongan bo'lsa, bu tasmaga kirish mumkin emas. Bu belgimiz bo'lsa, reversiv harakatli yo'lga chiqish deyiladi. Ya'ni reversiv yo'l ko'ndaliniga bizani yo'lni kesib o'tyapti. Bu belgida haydovchi istalgan yo'nalishi bo'yicha yursa bo'ladi. Ya'ni to'g'riga, o'ngga, chapga qayrilish, hamma narsa mumkin. Faqatgina reversiv tasmaga burilish taqiqlanadi. Esinglarda qolsin, reversiv tasmaga faqat yashil yonganda kirishga ruxsat beriladi, qayta tizilishga. Reversiv tasmaga burilish mumkin emas, daji yashil yonsa ham. Keyingi belgimiz balandlikka ko'tarilishdagi qo'shimcha tasmani boshlanishi deyiladi. Bu belgi aytyapti. Chap tasmadan yuradigan bo'lsang, 40 dan tez yur deyapti. 40 dan tez yura olmaydigan haydovchilar o'ng tasmaga qayta tizilishi kerak bo'ladi. Keyingi belgi maktab yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti deyiladi. Maktab, bog'chalarni bildiradi. Keyingi belgimiz ko'rib turganlardek sun'iy notekislikka o'xshab ketadi, lekin ko'k to'rtburchak shaklda. Bu baland piyodalar o'tish joyini bildiradi. Bunaqa baland piyodalar o'tish joyi ko'rib turganinglardek piyodalar o'tish joyi do'ngli shaklda qurilgan, shuning uchun baland piyodalar o'tish joyi bo'lyapti. Keyingi belgimiz navbat bilan o'tish deyiladi. Ya'ni ikkita tasmali yo'l bitta tasmaliga aylanayotganida
galma-gal o'tish kerakligini ko'rsatadi. Ya'ni bitta mashina o'ng tomondan o'tsa, bitta mashina chap tomondan, bitta o'ngdan, bitta chapdan mana shunaqa qilib galma-gal o'tishadi.